Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Şam namazı okumagan adam namaz o'qish uchun masjidga kirganda imomning xubtan namozini o'qiyotgan vaqtiga ulgursa qanday qiladi? Şam namazını okumagan bir adam masjidga kirib imomning xubtan namozini o'qiyotganligini ko'rsa, bu adam masjidning sirtida o'rin bo'lsa, sirtiga chiqib sham namozini o'qib, yengil holatda uningdan keyin kirib, agar imom xubtan namozini tugatmagan bo'lsa, agishib o'qisa bo'ladi. Agar masjidning sirtida o'rin bo'lmasa, masjidning ichida bir to'rikninki oqsiga o'tib, sham namozini o'qishi lozim. Agar sham namozini o'qib bo'lguncha xubtan namozini zot o'qib bo'ldigan, tugatib bo'ldigan holatda bo'lsa-mu, bu adam boshda sham namozini o'qib, uningdan keyin yolg'iz xubtan namozini o'qiydi. Agar xubtan namoziga iqtido qilgan bo'lsa, bu adam kiriblam sham namozini o'qimagan adam xubtan namozini imom bilan birga o'qiydi. O'qib bo'lgandan keyin sham namozini yana qazosini qilib sham namozini o'qiydi. Shamdan keyin xubtan namozini yana o'qishi lozim. Nima uchun desa, namozni tartib bilan o'qish vojib. Bu adam tartibni buzganligi, tartibni tashlaganligi uchun ikkili namozni qayta o'qishi lozim.